Assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Bugun obzorimizda Jack T9 avtomobili. Hojimurod savol beradi, men esa qo'limdan kelgancha detalli obzor qilishga harakat qilamiz. Unda boshladik. Boshladik, ketdik. Assalomu alaykum do'stlar, xudo xolasa Jack T9 pika avtomobilimizni obzorini boshladik. Albatta qiziqtirgan savollar bor ekan. Bo'lmasa, Mardon aka bitta nima deydi? Kapot ostidan boshlasak. Qiziqtirganlar bor ekan. Nechta off-road uchun qancha o't kuchi bor, dvigatel qancha, bu dvigatel off-road ko'taradimi degan savollar bor ekan. Bitta savolimizni beramiz, xudo xolasa. Mardon aka hamma narsani ustida gaplashgani yaxshi. Shunday, to'ppa-to'g'ri. Albatta ko'rib turibsiz, chang. Nima uchunligini aytaman, buni kecha-kecha xudo xolasa tushirdik. Juda ko'pchilik so'rashibdi. Nima deydi? Changlik e'tibor bermaymiz. Savoli bo'yicha savollarni aytib o'tamiz. Kommentariyada juda ko'pchilik savollar bergan ekan. Gap qisqa qilib, xo'p, albatta boshladik. Dvigatel haqida ma'lumot bersangiz. Dvigatelimiz 2 turbirованный dvigatel bo'ladi. Xo'p, 250 ta ot kuchi. Bu degani off-road uchun bemalol yetarli. Shunday. Yana bitta narsa eshitdim. Uslinli motor deyishyapti. Uslinli juda baqmat motor ekan. Albatta Цепной ГРМ bo'ladi. Усиленный motor и ikkita antifriz bachok. Antifriz bachokni kommentda yozib ketinglar. Nimaga ikkitaligini. Shunday. Xo'p, bo'lmasa qarang. Kuzovlarimiz boshqa pikaplarga o'xshab nimjonmi? Shu bo'yicha aytib o'tib ketsak. Yo'q, kuzovimiz xo'p, atsinkovniy kuzov bo'ladi. Atsinkovniy kuzov и 20% nержавейка. Mana nimaga plastmassa degan savol ham kelib chiqishi mumkin. Lekin bu plastmassalar haligi off-roadda loy sachraydi, tosh sachraydi, deb chizilib polirovkaga yuguravermaydi. Bu avtomobilda xarid qilgan odam. Bu juda ham qoshlardi, qarang, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Bitta farasini o'qaylik. Oldidan bitta boshlab ketaylik. Qarang. Voy, поворотниклар ham shu yerda. Полный, ближний, tumanniy, hamma faralarimiz shu yerda. Qarang. Juda ham chiroyli. Albatta, diskalarimiz razmeri bir o'xshan shu tushuntirib o'tsak, ustida gaplashamiz baribir. Diskamiz 18 diska, shirokiy balonda, yumshoq. Buni olganingizdan keyin almashtirib o'tirmaysiz. Xo'p, sistema tormozov ABS, oldin независимый podveska bo'ladi. McPherson qo'yilgan. Albatta ABS plus EBD degan tormoznoy sistemamiz bor. EBD ni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Bu avtomobilimiz endi savol berishibdi. Savolni men klient bo'lib aytaman sizga, xo'p. Bu ramaga terilganmi, kuzovli avtomobilmi? Albatta. Ko'p pikaplarda kuzatilyapti hozirgi kunda. Lekin bu avtomobilimiz ramaga terilgan. Ramaga terilgani sababi 250 ta ot kuchini ushlab olish ham bor. Tim bo'li off-roadda. Mashina to'kilib ketib qolmaydi. Uncha-munchaga hali tog'i toshdi, yer qo'yaradi. Shunday. Keyin mana buni bunda qarasangiz, mana bu yerda turibdi. 360 kamera bor ekan. 360 kamera bor. 360 kamera bor. Ko'p pikaplarda bu narsa bo'lmaydi. Yo'q. Bo'lmasa, bitta ichki salonga o'tib ko'raylik. Ichki salonga o'tamiz. Kamera. Eshiklarda ham beskulchovoy dostуп bor ekan. Beskulchovoy dostуп full rejimda. Shunday. Buni qarang. Tak. Voy. Ovozini eshiklar yopsak, tashqarida sho'g'in kelyapti. Qarang. Xo'p. Monitorimiz original ekan ko'rinishidan. Original. CarPlay, Apple Play hamma yoqda nima qiladi, поддерживать qiladi. И тем более bunda sizga kerakli hamma funksiyalar mavjud. Shunday. Например, mana давление. Misol mashinada mana hozir mashina turgani sababi orqa ikkita balonda давление pasayib qolgan. To'g'ri. Давленияni ham ko'rib ketsangiz bo'ladi. И тем более misol mashinaning defekti chiqadigan bo'lsa, sразу girlanda yonib o'zi nima qiladi? Ko'rsatib beradi. Nima, original. iOS Android ulasangiz bo'ladi. iOS Android полностью поддержка qiladi. Demak, qarang, ko'pchilik hali bitta klientimiz savol berdi. Buni ruschaga o'girilganmi yoki bo'lmasa tillari bormi? Ko'plarni o'zgartirib bo'lmaydi degan. Bu tayyor o'zgartirilgan. Yana bitta narsa mana qarang, mana bu yerda podsvetkalari ham bor. Полный avtomobilimiz podsvetka. Ko'p pikaplarga o'xshab prostoy emas. Puliga dastovniy pikap mana shu avtomobil bo'ladi. Mana bular nima? Richakli albatta. Bu privetlar adashmasam. Privet
Bu prividimiz ishlashi bu hozir oldi nima ballonlar o'chiqligi sababi oldi ballon o'chiq, faqat arqa. Bu 4H degani to'rga to'rt, hamma to'rala ballon polniy privid yonadi degani. Bunday qilib yoqib o'tkazib olaveramiz. Agar siz chiqolmaydigan yama kelib qolgan bo'lsa, yana bitta funksiyamiz bor, 4L degan funksiyasi. Bu 4L degani 4 пониженный degani. 4ga 4 пониженный. Demak, yanada ko'proq usiliya talab qiladigan bo'lsa, o'sha usiliyani mashina polностью chiqarib beradi. Eng kerakli funksiya. Ko'p bekatda yo'q lekin bu narsa. Demak, mana bu yerda drive modi. Demak, savol berishdi. Drive modi adashmasam deyapti ko'pchilik savollarda. Bular mana bu nima deydi? Rejimlar: Eco, Sport, Normal, Sport Plus. Shunaqa deyishyapti. Iltimos, kamerani tabloga olib kelsangiz. Keyin Men ko'rsatib o'taman. Men misol gapirmayman. hop, ana Normal, Eco, Snow и Sport. Sport. Yana bitta bo'lishi kerak. 4 xil rejim yo'q. Normal. 4 xil rejim. 4 xil To'g'ri. rejim. Avtomat коробка, тем более. Беспроводный zaryadnik, Беспроводный avtomat zaryadnik. korobka. Albatta mexanika qilsangiz ham bo'ladi. Yana bitta narsa, barda xaldeligi bor deb eshitdim. Barda albatta xaldelligimiz mavjud. Xaldelligimiz mavjud. Mana o'zi sovutishni boshladi bu xaldellik. Mana yerda regulировкасы bor. Regulировkalari bor. Xo'p, keyin rulda barcha funksiyalarimiz ham mavjud ekan. Rulimiz elektronniy, juda ham yumshoq rul. Albatta chinochoqda boshqarsangiz bo'ladi. Mana qarang. Xuddi haligi Rolls-Royce nima deydi? Fanarchilarga o'xshatib, fanarlarimiz ishlash bo'libdi. Juda ham chiroyli. Qandaylik lyustraga o'xshab turibdi, nima deydi? Bu yerda mana qarang. Video registrator, zavodskoy. Haligi marketing qilishyapti-yu. Mana bu yerda olsangiz, bizaki bo'lsangiz 300 kilometrga chaqirish olyapti. Bitta registrator qo'shib beramiz, ziyat 120 ming so'mga. Bularda unaqa marketing kerak emas. Zavod o'zidan video registratorlarimiz mavjud. Buni qarang. Ochkilar qo'ysangiz bo'ladi. Yana bitta zo'r joyi lyukimiz mavjudda, qarang. Lyuklarda ham bo'plashib bo'lgan ekan, mana qarang. Ko'p gaplarda yana aytib o'taman, bunaqa lyuk bo'lmaydi. Haligi off-road uchun deb qo'yadi. Bu avtomobilimiz off-road uchun tomi baquvvat bo'lishi kerak dedi. Yo'q. Tomi ham baquvvat bu avtomobil, ham siz uchun komfort uchun yuklarimiz mavjud degan albatta. Bu polniy kojinniy. Eko koja. Yana bitta nimani esdan chiqarib qo'yapmiz. Ayting. Сиденьялар электрический. Voy. Elektronniy. To'g'ri. Aytishdan chiqibdi. Elektronniy. Bunda surilib net. Tepaga ham ko'tariladi. Qarang. Bunda adashmasam abagrev ham bor. Abagrev, Ana, abagrev, abduf. Yana nima Qoyil. sizga? Orqalarimiz ham juda ham keng, 5 o'rindiqli albatta. Bo'lmasa, bu yerda aytadigan funksiyalarimiz ko'p, sanab o'tsak vaqt o'tadi. Qolganlarini kommentariyada albatta hal qilamiz. Avtomobilimiz balandligi ham juda baland. Haligi sirpanib tushyapti. Bu qarang. 180 bo'yim, endi nima dedi bir? Clearance-ni aytib o'tay, to'xtab turing. Avtomobilimizning clearance 27 sm. Salkam yarim metr. Bu degani uncha-muncha bardurlarga mana chetgacha parkovka qilaverasiz boy aka. Mana qarang, bunday turingda. Bemalol chilaydi. Kallang kirib ketaveradigan, mana balandligiga qarangda. Bu mashinada o'zi 21 sm. Chunki mana bu qarishim rovna 21. Aytganimizdek, siz tasavvur qilganingizdan-da balandroq. Qarang. Zatniy kamera, 360 kamera. Xo'p, sensorli datchiklarimiz bor ekan orqada. Mana qarang. Aytib o'tish kerak. Mana qarang. Mana shuni o'zi 200 kilogramga yuk ko'taradi. Mana 200 kilo. Endi 200 kilo. Xo'p, yuk sig'imi qancha? Yuk sig'imi 1 tonna. 1 tonna. Bu yerga kabina qo'yib olsa ham bo'ladi. Kabina qo'yib olasiz. Shunday gamakni qo'yib, oyoqni cho'zib baliq oviga borib olsangiz, mashina montaj bo'ladi-da. Keyin farlarimiz ham pol letagan, galaga aralashmagan. Yo'q, umuman aralashmagan. Полностью LED. Endi akalar, savollaringiz bo'lsa, yana savol beraverasizlar. Albatta kommentariyada. Keyin qaranglar. Mana bu ablisovkani ko'pchilik nikkelga shuni qora qildirsa bo'lmaymi ekan deyapti. Chiroylab qora qildirib olsangiz, mashinaga yanada vid beradi. O'zi shunda ham mashina o'ta go'zal. O'ta mo'tadil deydi-yu. Xo'p, Tем более Hojimurod подписчикlarimizni qiziqtirgan yana bitta savollar. Buni obслуживанияsi qanaqa bo'ladi? Obслуживанияsi o'zimizda tekshirishlar bor. Yana zapchastda muammo hech qachon bo'lmaydi.
Garantiyalarimizni aytib o'tsangiz. Garantiyamiz 5 yil yoki 100 ming probeg. Ana. Xo'p. Demak, bu Jack brendi savol beravering, O'zbekiston milliy brendiga aylanib ulgurdi, to'g'rimi? Ulgurdi. Shunday. Yana qanaqa savollaring bor? Yana nimalarni tushuntirib o'taylik. Avtomobilni pashti hamma joyini ochib tashladik. Keyin yana albatta o'zimizda ko'pchilik so'rashibdi. Gaz o'rnataman deganlar. Hozirgina Jack T9 pika avtomobilimizni ko'chada ko'rib qolsalar, Stargrey Farg'onada orqalariga propanlarni taqib berdik. Propan demak o'rnatsangiz bo'ladi. Propan bilan avtomobilingiz yanada ochiladi. Shunday. Xo'p, savollaring bo'lsa kommentariyalarda yana yozaverasizlar. Qanday bir nima deydi? Narxlari bo'yicha aytib o'taylik. Narxlari Uzr, shu narsani boshroqqa qo'yversiz. Narxi 399 million so'm. 399 million 30% boshlanish to'lovi bilan, ya'ni olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni 399 million 30% qancha? 125 million, 130 millionga avtomobilimizni xarid qilasiz. Bir tonna yuk oluvchi, 2 turbina, 250 ot kuchi, atsinkovka kuzov. Xo'p, balandlikni ko'rib turibsiz. 2 metr off-road uchun avtomobilga xarid qilishingizga arziydi. 399 million so'm, keling ko'ring, xarakteristikalar bo'yicha, test drive bo'yicha albatta chiroylab qilib beramiz. Uzab kelsa 2 soat ishingiz bitadi, albatta. Xohlasangiz oq, Stargrey yoki qora barchasidan mavjud. Xudo xolasa, savollari bo'lsa berishaveradi. berishaveradi, javob ham beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat Sizga ham rahmat, albatta sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barcha Jack Motors Farg'ona filialida kutib qolamiz. Xudo xolasa, barchangizga T9 pika avtomobilimiz yetadi.